lekin qoladilar yer shari butun yer shari uyimiz qayerda biza borishimiz kerak bor. Biz daraxt emasmiz, ildizotli bitta joyda turadigan, u daraxt bo'lib turadi. Biz oyoqlarimiz bor yursak bo'ladi. Nagorat ekan ko'r, butun dunyoni ko'r. Shuncha go'zalliklar qachon subhanalloh desam, qachonki tog'larni ko'rsang, qachonki bitta tog' bitta mo'ri Turkiyada Kemer degan joy bor. O'sha yerda mana tog' mana mo'ri. Ko'r go'zalliklarni ko'r. Misol uchun uni qachon ko'rasiz? Ko'rgan odam gapiradi, uni zavqlanadi. Lekin sizdan nima qilib, siz niyat qiling, yaxshi niyat qiling, niyatingizga yarashib beriladi. Qanday qilsam shu keladi, qo'yningga soldi, nima qiling, ko'rsatadi. Bu ishonch yetishmayapti. Ozgina nima yetmayapti, keyingi uringa o'tamiz. Men aytmayman, boya dedim-ku, men aytaman hozir shu narsani. Nima yetishmayapti? Nima maqsadda kelasiz, shaqasiz? Nima maqsadda men keldingiz, yozdingiz, maqsadingiz ayting. Maqsadim shu katta kanalda qilish. Nimaga? Oilalarga mahsulot olib kirishiga anaqa qilish. Nega sizga? Nima kerak sizga shu? Sizga nima kerak? Niyat keldingiz. Yer yuziga o'sha mehr-muhabbat ulashib kelganmiz. Yaxshi, men uni yer yuzini so'ramadim. Mana shu yerda men yozdim, men kerak. O'zingiz. Yozolmayman, 10 ta odam bo'ldi, dashib ketolmayman, nima qilingiz, nima kerak? Yana nega? Natijaga chiqish uchun Ishlamoqchisiz, to'g'rimi? Natijaga uchun ertangi ishlagim kelyapti, to'g'rimi? Ishlash uchun ertalab turib, yoqqa keldingiz. Yaxshi niyatlar bilan xizmatim bo'lsin, to'g'rimi? Birinchi bizga cho'y narsa nega pul? niyat. Lekin siz agar uyingizdan men ishlash uchun chiqib ketyapman desa, mana bu yerda bizning qalbimiz bor. Bitta joy bor. Kimga? Allohga. To'g'ri, lekin agar biz bu joyga pulni qo'ysak, pul bilan sinalamiz. Siz ertalab men ishga ketyapman deb chiqsangiz, pul bilan sinalasiz. Agar siz bu yoqqa farzandlaringizni qo'ysangiz, farzandlaringiz bilan sinalasiz. Ertaga bu qiladi, boshqa qiladi. Sevgan inson turmush o'rtog'ingizni qo'ysangiz, cho'p kelib xiyonat qilib beradi, bir ko'rsatib beradi yoki ularni boshqa qiladi. Shunday joyingizga qo'yadi, uni yaxshi ko'rib olmasligingiz uchun juda ham aslida bu juda zo'r to'g'rilayotgan bo'ladi. Men yaxshi ko'rib olman deydi. Voy, men odamlardan juda boshqa odam bo'lish kerak. Keyin boshqa zot bo'lish kerak. Ketdi, yana nima qo'ysangiz, o'sha ketaveradi. Shuning uchun bu yerda agar biz uydan chiqqanni o'zida yer yuziga xizmat qilishga keldikmi, vaqtimiz bormi, voy yaqinmi, uzoqmi, o'sha 5 kunlik kunimiz bo'lsa ham vazifamiz xizmat qilishmi, bo'ldi, roziman. Keldik shu joyga, shu egasini joylashtirib kelsak, shu yoqqa Alloh roziga xizmat desangiz, siz 10 tami siz odamingiz, 5 tami siz odamingiz, 1000 tami sizga farqi bo'lmaydi. Sizni vazifangiz niyatingizga niyat plus harakat. Siz birinchi vazifani bajardingiz. Siz niyat qildingiz, chiroyli niyat va harakat berdingiz. Endi bu nima bo'ladi? Natija.